Assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar. Barchangiz sog' omon bormisiz? Bugun xabaringlar bor. Kanalga Surxondaryo viloyati Sariosiyo tumanida 10 kun avval 26-aprel kuni yo'qolib qolgan 2 yoshli Zubayrjon haqida video joyladim. Butun xalqimizga murojaat qilib, bu bola ming afsuski 10 kundan buyon qidiruvda, boladan hech qanday xabar yo'q. Bola yo'qolib qoldimi yoki Alloh qo'rusin bunaqa bo'lishini hech ham xohlamayman. Haqiqatdan ham ozgina qarovsiz qoldirilganligi sababli suvga tushib ketdimi? Hech qanaqangi iz yo'q. Bir ip uchi yo'q. Bolani qayerdan qidirishni, qidiruvni qay tomondan yo'naltirishni, qay tomonga yo'naltirishni bilisha olmayapti. Lekin ichki ishlar xodimlari, Sariosiyo tumanini ichki ishlar bo'limi tezkor qidiruv xodimlari bolani qidirish uchun qo'ldan kelgan barcha imkoniyatlarni safarbar qilgan. Duo qilaylik, kichkintoy topilsin, sog' salomat ota-onasining bag'riga qaytsin. Hammamizga xursandchilik ulashsin. O'rtoqlar, keyingi vaqtlarda ijtimoiy tarmoqlarda, ayniqsa Telegram kanallarida bolalar o'g'risi paydo bo'lib qopti, hushyor bo'linglar. Bolalarni o'g'irlab ketayotgan ekan, aldab mashinasiga o'tkazmoqchi bo'lgan ekan, o'sha mahalladagilar ko'rib qopti yoki o'sha yerdan o'tib ketayotgan insonlar ko'rib qopti. Boplab kaltaklashibdi, samasud qilishibdi, unday bo'pti, bunday bo'pti degan vahimali xabarlar tez-tez tarqalmoqda. Hech biri e'tiborimdan, nazarimdan qochmaydi. Har safar mana shunaqangi xabarlarni o'qiganimda, eshitganimda, ko'rganimda bir o'ylanib, ikkilanib qolamanda. Nahotki O'zbekistonda bolalarimiz xavfsizligi ta'minlanmayotgan bo'lsa, bemalol biz O'zbekistonni ichiga kirib, bizni kelajagimiz, ko'zimizni oq qorosi, joni jigarbandlarimizni hayotiga, joniga xavf solib, kimdir ko'z tikib, mana shu bolalarimizni o'g'irlab bag'rimizdan yulib olib ketishga jasorat qilayotgan bo'lsa deb. Fursatdan foydalanib, Ichki ishlar vazirligiga, huquq tartibot organlariga murojaat qilmoqchiman. Bu tarqalayotgan xabarlar qay darajada to'g'ri? Odamlar vahimaga tushmasin, bezovtagarchilik bo'lmasin, xalqimizning kayfiyati buzilmasin, vohma bo'lmasin deb, agar haqiqatdan farzandlarimizga mana shunaqangi xavfsizligiga shunday xavf paydo bo'lgan bo'lsa, buni biz ota-ona sifatida bilishga haqqimiz bor. Fuqaro sifatida ham bilishga haqqimiz bor. Agar haqiqatdan shunday xavf bo'lsa bolalarimizga qarshi, biz bu bolalarning xavfsizligini ta'minlash uchun keskin choralarni qo'llashimiz, hushyor bo'lishimiz, yanada e'tiborni kuchaytirishimiz kerak. Hozir Zubayrjonning ota-onasi 10 kundan beri qay ahvolda ekanligini bir ona sifatida yuragimdan his qilib turibman-da. Bitta farzandim bor meni ham. Katta yigit bo'lib qolgan bo'lishiga qaramasdan, maktabdan 5-10 minutga kech qolib kelsa uyga, o'sha uyga keladigan vaqtini bilganim uchun 5 minut, 10 minut o'tib ketishi bilan men darrov maktabiga telefon qilaman. Sinf rahbariga va yoki boshqa biror bir o'qituvchisiga. Hattoki mana shunaqangi xabarlarni bot-bot guvoh bo'layotganimizdan keyin ichimda mana shunaqangi bir xavotir paydo bo'lgan. O'zim mahallamda joylashgan marketga biror bir kerakli narsa sotib olish uchun chiqarsam ham oraliq masofani bilaman, qancha vaqt ichida borib kelish mumkinligini ham bilaman. Bola ozgina hayallab qolsa, jonim bo'g'zimga keladigan bo'lib qoldi. Biz O'zbekistonda nahotki bolalarimiz o'zlari tug'ilib o'sgan mahallada, ko'chada, o'zini vatanida emin-erkin mazza qilib, yayrab-yashnab o'solmaydigan zamonga
kelib qoldik biz. Mana shunaqangi sharoitga kelib qoldik. Albatta, bu savollar birgina men emas, juda ham ko'plab ota-onalarni o'ylantirayotgan, vahimaga solayotgan bo'lishi tabiiy. Bolalarimiz hayotimizning mazmuni. Mana shu bolalar uchun harakatdamiz har doim. Shu uchun yana bir bor takrorlamoqchiman. Ichki ishlar vazirligi butun respublikadagi huquqni muhofaza qiluvchi huquq-tartibot organlari rahbariyatiga, hududlardagi ichki ishlar bo'limlari yoki boshqarmalar rahbariyatiga murojaatim shu: bu tarqalayotgan xabarlar qay darajada o'rinli yoki yolg'on xabar? Agar bu o'rinli bo'lsa, bolalarimiz bir yo'qolaveradigan bo'lsa, izsiz yo'qolib ketilaveradigan bo'lsa, qo'pol qilib aytganda, shaxsan meni farzandim yoki menga qarashli biror bir yaqinimni farzandi bo'lishi shart emas. O'zbekistonda tug'ilib, o'sib, voyaga yetayotgan har bir bola, qizdir, o'g'ildir farqi yo'q. Men onaman, meni farzandim deb bilaman. Ko'tarib chiqayotgan mavzularimdagi bolalarimiz tarbiyasi ularni ongiga ta'sir qilishi mumkin degan nomaqbul xatti-harakatlardagi xavotirim ham mana shu bolalar uchun, bolalarimiz kelajagi uchun, ularni tarbiyasi, ma'naviyati uchun. Shu sababli siz ham ota-onasiz, Ichki ishlar vazirligiga qaratib aytyapman bu gapni. Biz o'rnimizga o'zinglarni qo'yib ko'ringlar. Bizni farzandlarimiz sizlarni farzandlaringizga o'xshab tansoqchilar bilan yoki shaxsiy haydovchi, shaxsiy mashinalarda bog'chaga, maktabga borib kelmaydi. Sizlar darajangizda himoya ostida emas. Biz imkon qadar bolalarimizni xavfsizligini ta'minlash uchun harakatda bo'lamiz har doim. Shu sababli biz haqiqiy voqelikni bilishga haqqimiz bor. Alloh saqlasin farzandlarimizni. Agar rostdan biror bir bolani o'g'irlab ketilganligi tasdiqlansa, bu rost bo'lib chiqsa, ikki qo'limiz yoqanglarda bo'ladi. Shaxsan meni bir ona sifatida ikki qo'lim yoqanglarda bo'ladi. Chunki murojaat qilib so'rayapman. Iltimos, agar bu rost bo'lsa bizni ogohlantiringlar. Sizlar qay birimizni farzandimizni xavfsizligini ta'minlashga ulgurasizlar. Sizlar bilan birgalikda biz ota-onalar ham bolalarimizni xavfsizligini ta'minlash uchun zaruriy chora-tadbirlarni ko'raylik. Ziyrak bo'laylik, hushyor bo'laylik. Bu o'z navbatida sizlarning ham ishinglarda mashaqqatlarni kamayishiga sabab bo'ladi. Meni tushundinglar degan umiddaman. Men hech qaysi bir ichki ishlar organlari xodimlariga tahdid qilayotganim yo'q. Haqorat emas. Bu bir iltimos, kerak bo'lsa qattiqroq qilib aytganda bir talab. Men bir fuqaro, ona sifatida mamlakatimda nima bo'lyapti, vatanimda nima bo'lyapti? Haqiqatdan farzandlarimiz xavf ostidami? Haqiqatdan o'g'rilar paydo bo'lib qoldimi? Bola o'g'rilari, odam o'g'rilari. Buni bilishga haqqim bor. Ehtiyot chorasini ko'rish uchun. Iltimos, mana shu murojaatim tegishli joylarga yetib borish uchun beparvo bo'lmanglar, hurmatli kuzatuvchilar. Ba'zi bir farosatdan nasibasini olmaganlar mana shu Zubayrjonni yo'qolib qolganligi haqidagi murojaatimga endi birovni kulfatidan ham pul ishlab olmoqchimisan, ahmoq bloger deb yozib ketibdi. Aqllilar, sizlar o'tirgan joydan qaraganda birovni kulfatidan, o'sha 2 yoshli murg'akkina go'dakni kulfatidan pul ishlashga vijdoni yo'l qo'yadigan darajada vijdonsiz ahmoq bo'lib ko'rinyapmanmi? Yoki haqorat qilsanglar indamay yeb yutib ketadigan darajada kuchsiz, ojiz, o'zini o'zi himoya qila olmaydigan bo'lib ko'rinyapmanmi? Unutmanglar, aqllilar. O'zbekiston Respublikasi qonunchiligida haqoratga nisbatan jazo bor.
va men o'z haq-huquqlarimni juda ham yaxshi bilaman. Shu uchun kommentariyda biror nima yozib qoldiryotib, mana bu yelkani ustidagi dumaloq jismni agar bosh deb bo'lsa va buni ichida tariqchalik aql farosat bo'lsa, aql farosatni bir ishlatib yorib, qo'linglarga hushyor bo'lib yozinglar. Maylimi? Zubayrjon haqida, uni yo'qolib qolganligi haqida video murojaatni ijtimoiy tarmoqlarni boshqa bir platformasidan 5-6 kun oldin ko'rgan edim, duo qilib qo'ygan edim. Ota-onasiga yordam bergan Allohim bolajon sog' salomat bo'lsin, ilohim ota-onasini bag'riga o'ynab kulib sog' salomat qaytsin deb, lekin juda ham kayfiyatim buzilgan edi. Aytyapman, katta o'g'limni xavfsizligidan xavotirga tushib qolgan edim. Baribir onaman. Bolalarimiz bizni eng nozik, eng zaif nuqtamiz. Bugun blogerlardan biri iltimos mana shu xabarni siz ham kanalingizga joylang. Ajabmas o'sha bolani topilishiga ozgina bo'lsa ham hissamiz qo'shilsa degani uchun haqiqatdan joni ko'ngildan mana shu bolajonni topilishini xohlab, ozmi ko'pmi yordamimiz tegib qolar balki degan umid bilan joylaganman. Yana shuni ham aytib qo'ymoqchi edim. Odamlarni topayotgan daromadi, cho'ntagidagi puli bilan qiziqadigan befarosatlar, men bu kanaldan bir tiyinam pul ishlamayman. Bir tiyinam kerak bo'lsa isbot dalil qilib ko'rsatib ham qo'yaman, uyalib qolasizlar. Birovlarni kulfatini olib chiqib odamlarni yurak bag'rini ezib pul topadigan darajada qo'lidan hech nima kelmaydigan noshud notavon ham emasman. Bola haqida gapirmoqchiman 2 og'iz. Zubayrjonni men bugungi videoni kanalga joylagunimga qadar olgan ma'lumotlarimga qaraganda onasi bolani 2-3 minutga yolg'iz qoldirib mashinaga borgan. Men ko'rgan videolarda so'rg'ichini so'ragan, so'rg'ichini olish uchun mashinaga borgan deb aytilyapti. Vaholanki bugungi rasmiy ma'lumotda bola o'ynab turgan joydan biroz nariroqda bo'lgan daraxtni tagidan topildi so'rg'ichi deyilyapti. Shu uchun video murojaatda ham aytib o'tdim, ikkilanib qoldim, qaysi biri to'g'ri. Shuncha kundan beri ijtimoiy tarmoqlarda aylanayotgan o'sha video murojaatdagi berilgan ma'lumot to'g'rimi yoki mana bu rasmiy ma'lumot to'g'rimi? Qaysi biriga ishonishni ham bilmay qoldim. Ikkinchi masala. Dam olish zonasi bo'lsa, u yerda faqat Zubayrjonning ota-onasi bo'lmagandir. Boshqa insonlar ham bo'lgandir. Nahotki shunchalar befarq bo'lishgan. Bola o'sha daryoni yoqasida bo'lmagandir. U bolani borib suvga tushib ketgunga qadar hech kim ko'rmadimi? U yerda yotgan tanga emas-ku, to'g'rimi? Kimdir sekin bildirmay olib cho'nchagiga solib ketsa, birov ko'rmay qolgan. O'sha yerda dam olayotganlar yoki o'sha dam olish zonasida nimadir sotayotganlar bo'lsa kerak. Savdo sotiq bilan shug'ullanadiganlar. Hech bo'lmadi deganda suv sotayotgan biror kim bordir, salfetka sotayotgan kimdir bordir. Nahotki hech kim ko'rmadi shu bolani, birov ko'tarib ketdi yoki suvga tushib ketdi. Biz shunchalik beparvomizmi? Shunchalik befarqmizmi? Albatta bizni bolamiz bo'lishi shartmi? Baraka topkurlar. Juda ko'pchilik aytibdi, kamera yo'qmi ekan deb. Meni ham mana shu narsa o'ylantiryapti. Nahotki o'sha dam olish zonasida kamera bo'lmagan. Kuzatuv kameralari bilan ta'minlanmagan bo'lgan, o'rnatilmagan bo'lgan. Nahotki buni albatta tegishli joylar qildirib berish shart emas. O'sha dam olish zonasiga kim javobgar bo'lsa, o'sha javobgar shaxs ta'minlash kerak. O'rnatib qo'yish kerak. Xavfsizlikni ta'minlash uchun har xil mana bunaqangi ko'ngilsiz holatlarni oldini olish uchun o'sha kameralarni, kuzatuv kameralarini o'rnatib qo'yish kerak. U o'sha yerga majburiyati zimmasiga yuklangan odam, mas'ul odammi vazifasi bu. Qolaversa o'sha dam olish zonasiga biriktirilgan profilaktika inspektorlari bordir. Ichki ishlarning kimisinidir nazoratidadir o'sha zona. To'g'rimi? 2 yosh bola, 2 yosh bola.
Odam mushugi yo'qolib qolsa, kuchugi yo'qolib qolsa qidirib topadi. Xavotirga tushadi. Tasavvur qilinglar, bu 2 yosh bolachani ota-onasi 10 kun davomida nima ahvolda hozir? Bir o'zinglarni qo'yib ko'ringlar o'sha bolani ota-onasini, yaqinlarini o'rniga. O'zimni yig'lab yubormaslik uchun zo'rg'a tutib gapiryapman. Men bilgan ma'lumotimni berdim. O'sha bugun kunduzgi joylagan videoyimda, murojaatimda. Bundan ortiq biror bir ma'lumotga ega emasman. Faqat Allohdan chin yuragimdan, butun samimiyatim bilan duo qilib so'rayapman. Zuvayrjon sog' salomat o'ynab kulib ota-onasini bag'riga qaytsin va bu holat barchamizga dars bo'lsin. Bolamiz katta bola bo'lib qolgan bo'lsa ham, qizdir, o'g'ildir, nazorat qilaylik. Yana qayta so'z yakunida ichki ishlar organlariga, ichki ishlar vazirligiga murojaatim. Haqiqatan O'zbekistonda bola o'g'rilari paydo bo'lib qolgan bo'lsa, tarqalayotgan xabarlar asosli bo'lsa, iltimos rasmiy munosabat bildirilsin. Biz bir ota-ona sifatida, fuqaro sifatida farzandlarimizni xavfsizligi uchun sizlarga yordam berish uchun o'zimiz kerakli ehtiyot choralarini ko'raylik, hushyorlikni oshiraylik. Bu albatta sizlarning ham vazifanglarni bajarishinglarda mana shunaqangi ko'ngilsiz holatlar bo'lib qolganda bo'lmasin. Mabodo bo'lib qolganda takrorlanmasligini xohlayman. Sizlarni yelkanglarga yuklanayotgan, zimmanglarga yuklanayotgan topshiriqni tezroq bajarishinglarda yordam bo'ladi. Yordam beraylik biz. Qanday yordam bera olamiz? Albatta, bolalarimizni xavfsizligini ta'minlash uchun zaruriy chora-tadbirlarni ko'rgan holda, hushyorlikni oshirgan holda sizlarga yordam bera olamiz. Albatta, biz o'zimiz farzandimiz uchun emas, atrof tevaragimizdagi, mahallamizdagi, ko'chamizdagi, qishlog'imizdagi yoki shahrimizdagi bolalar, boshqa fuqarolarning bolalariga nisbatan ham e'tiborli, hushyor bo'lishga bir chaqiruv sifatida ham, agar bu rost asosli xabarlar bo'lsa, sizlardan rasmiy bir bayonot kutib qolaman. Yaqin kunlarda men o'zimni blogerlik faoliyatimni yangi boshqa bir kanal orqali davom ettiraman. Mana shu bugun va bugundan keyingi kanalga joylaydigan videolarimni opisaniyasida yangi kanal linkini qoldiraman. Hali u kanal hech kim yo'q, yangi kanal. Birorta ham video joylaganim yo'q. Bu kanalni boshqa birovga, boshqa bir blogerga topshirish niyatidaman. Bu degani kanalni kuzatishni to'xtating, yangi kanalimga o'ting degani emas. Bu kanalni yuritishni zimmasiga olayotgan bloger ham sizlarga juda ham qiziqarli, foydali bo'lgan eng dolzarb mavzulardagi yangiliklarni, xabarlarni hammadan birinchi bo'lib yetkazish uchun butun imkoniyatlarni ishga solib, kanalda o'zini faoliyatini yuritishiga men kafilman. Kanalni men bo'lmagan taqdirimda ham kuzatishda, qo'llab-quvvatlashda davom etinglar. Yana bir marta ogohlantiray, bu kanal hali yangi nomi qo'yilgan M-Show deb, lekin hali birorta ham video qo'yilgani yo'q. Xudo xohlasa, bugun kech bo'lib qolganligi sababli boshqa bir rejalarimdagi ishlarim bor. Ertadan kanalga yangi videolar qo'yishni boshlayman. Hurmatli kuzatuvchilar, yana diydor ko'rishguncha Allohga omonat bo'linglar, o'zinglarni ehtiyot qilinglar.